Ma ol, choy. Sinfdoshiga yerga tegganlar bormi? Oling Farhod aka. Rahmat. Yo'q, sinfdosh. Yegora. Xonzoda? Gapda siz farzandimiz bo'lsa, ismini aka Muxlis qo'yamiz. Biz sinfda muxlis hali ham Yo, unutmadik. nima, faqat shuni Bekorga tushuntiralasan. yurmagansiz. Muxlis deb. Bu prosta ism bu. Bilardim. Hop, stop. Ha, Bo'pti, mayli. Qiz bo'lmasin deylik, mana o'g'il bo'ldi deylik. Ismini nima qo'yamiz? Murod qo'yamiz. Bilardim, sen o'sha Murod bilan. Chirniyozingizni. Murodni duxi ham yetmagan menga gapirgan. Tushundingizmi? Murod bil. Shagom. Xo'p. Hozir men ketyapman. Qayerga ketyapsan? Nima? Ketyapsiz. Ha. Sinfdoshlarim bilan choyxonam bor, borib keling. Men ham boraman. Sanga nima bor erkaklarning orasida? Voy, mani sinfdoshlarim-ku, yu ketdi. Ha, boshqa guruh katta qilganman. Ha, siqilyapsan. Qizing tashlab ketdimi? Ha, bor xolamdan so'ra, nima ovqat qilay? Xonzo, to'g'ri tushun. Endi u seni xolang emas, oyijon bo'ladi, oyijon. Keyin, nima xarsi bor men san so'raverasan? Yo, ering deb ko'rmaysanmi? Yerim deb boraman, ha. Yaxshi boraman, ha. Endi 9 yil birga katta bo'ldik-ku. Qanaqadir sizlash qiyin. Yaxshi boraman-ku. Ovqat yeysanmi? Bo, nimaga shu sinfdoshimni tanlading? Sinfdoshingga men o'lay, bor. Nima yeysan?